Assalomu alaykum do'stlarim obunachilari, YouTube kanalimiz obunachilari. Xullas, men bu Opel motorni 2.2 bunga Corsalar va Porsche'lar haqida bugungi videomiz. Men bu Porsche Malibu 1 Porsche'ni, Shatun Opel'diki. Shatun mana teshikcha qilib oldik. Ko'ryaptimi yo'qmi? Birlik Severlo bilan. Bu yog' sepishi uchun men bergan. Porsche'ni bu deyishlaringiz mumkin, lekin 100 ta Porsche'ni ichidan tanlab olgan shilpopchigimiz. Razmeri chotki turibdi. Yangisini, yaxshisini topa olmadim. Bor, ko'p sinayapti. O'shaning uchun men shu buvidan qo'yganman, problema bo'lgani yo'q. Biron marta ham. Mana shatunlar. Tak, mashinalarda hamma biladi, 3 xil kolsa bo'ladi. Mana kolsamiz. Kolsamiz video olib turgan. Tak, kolsani ko'rsatamiz. Mana bu kolsa masinli kolsa. Buni chap o'ngi bo'ladi, hamma biladi. Masinli kolsa. Mana bu mana stalnoy kolsa, bu tepa. Eng tepadagi kolsa. Olovga chidamligi uchun stalnoy bo'ladi. Verxni kompressionli kolsa. Bizga shunday o'rgatilgan. Mana bu nijniy kompressionli kolsa. Bu chugun bo'ladi. Men ko'rganlarim sifatlisi. Mana bunda ikkita bo'ladi, bulardan bitta bo'ladi. Buni orasi separatorli kolsa bo'ladi. Separatorni ham ko'rsatishimiz mumkin. Separatorni ham mana separatori shunday turadi. Buni xullas kolsani zazorlarga keladigan bo'lsak, massa syomli kolsa deydi buni. Avtolni qaytarib turadigan kolsa. Buni zazori shunday bo'ladi. Bunda ozroq katta bo'ladi. O'z oti bilan masla syomni yog'lash deyapti bu. Qolgan kolsalarni yog'laydi. Tak. Buni men bu yerni olib kelamiz. Yana bir tekislab olamiz. Buni zazori Opel motorida mana 0.40 bo'ladi. Bizdagi shu bilan 0.40. Tak, xullas mana shu qiynalib kiradi. Qiynalib qattiq kiradi bunga. Tak, keyingi kolsalarimizniki. Tak, nijniy kompressionli kolsa. Bu bosim kolsasi. Mana buni 0 qilib qo'yib olamiz. Bunga 40 kirmaydi. 0.30 mana. 0.30. Tak, xullas qiynalib kiradi bunga mana. Qiynalib kiradi, yurmaydi. Qattiq kirib turadi faqat. Tepa kolsamiz. Nijniy. Verxni kolsamiz. Tak, bu ham mana 0.30 shu ko'ryapti mana yozuvi. Mana qattiq kiradi bunga. Unchalik emas, lekin bunda olov bo'lgani sababli teplovoy zazori bo'ladi. Buni o'rtasini yopib qo'ysa nima bo'ladi degan shogirdlarimizga qizigandan keyin mana bu biriga tegib, mana bu giza shilpovka bo'lgan. Giza ishqab yeb tashlaydi. Bu teplovoy zazor qoldirgan. Opel motorimiz yog' yeydi deyishga sabab mana zazorlari katta bo'ladi. Qolgan mashinalarda kamroq bo'ladi. Tak, 0.15 dan 30 gacha bo'ladi. Buniki 30 dan 40 gacha mana ko'rdilaringiz. Shuning uchun bunda oz-moz moy kamaytiradi deydi. Moy kamaytirishiga sabab mana bu yerda yaxshi yog'lash kerak. Mana Porsche yubkasi deyiladi. O'sha yopishib qoladi gilzaga katta оборотda. Mashinada qizish shart emas. Katta оборотda ish qilaman, mana bu yerga gilzaga yopishib qolib, tirnab yoyib tashlaydi. Kompressor tushib ketadi. O'shaning uchun mashinani remont qilib bergan ekan ustalarga qizdirganim yo'q deydi. Qizdirish shart emas uni. Katta оборотda ishqalanish natijasida qizib yopishib qoladi. Sabab shu. Kuzatib boring, qolgan videolarni qo'yib boramiz. Hozir Porsche'larni qo'ygandan keyin video qilamiz. Porsche'ning balandligi, kompressor qanday o'lchash kerak, golovkalarda farqlar deb ko'rsatib boramiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentga yo Instagramdan, yo Telegramdan yoki telefon qilsangiz javob beraveramiz. Biz hech narsani yashirish yo'q. Bilganimizcha nimadirda noto'g'ri gapirgan bo'lsak, mabodo kechiringizda to'g'rilab qo'yinglar.